ustozimiz Akmaljon Hamid ustozimiz ham o'tiribdilar. Men kichkina bolaligimdan shu insonni qo'shig'ida eshitib katta bo'lganman-da. Nihoyat darajada hurmat qilaman ustoz. Boringizga ming qadar shukr iloyim. Mana o'g'lingiz yo'lingizdan ketayotgan o'g'lingizga siz yo'llaringizni bersin. Bizga ham siz yo'llaringizni bersin iloyim. Bitta qo'shig'imiz bor. Endi hozir gaplarimiz yo'q. Ozgina fonda aytib bermoqchiman. Mana ustoz kam ketinglar bo'lsa, ming borzini so'rayman. Bitta qo'shiqlari bor. Shu boshida fonlari bor. O'sha fonlar bormi? Fon qo'yib bering. Juda ham yaxshi ko'raman aka. Mana bu o'tiribdi mana bu yerda oqamlar, qarindoshlarimiz boringizga shukurda. Deganimdan keyin olmagam yo'q, davom etib ketardi. Ustoz, boringizga shukur. Bu bo'lsa endi bitta qo'shiq bor. O'zimiz yangi qo'shiqlardan eshitib bir ustozlar baho berib qo'yasizlar. Rahmat. Bugun meni borligimdan
axtarasiz hali ko'p bor axtarasiz hali meni ko'rmoq uchun axtarasiz bugun meni borligimdan bezorlarim hali meni sevmoq uchun axtarasiz bugun meni borligimdan bezorlarim hali meni sevmoq uchun axtarasiz sevmoq uchun axtarasiz tushlaringizga yod etganim duo qiling ruhlarimni shod etganim borib bir kun boshimga dod etganim hali meni sevmoq uchun axtarasiz borib bir kun boshimga dod etganim hali meni ko'rmoq uchun axtarasiz axtarasiz hali ko'p bor axtarasiz hali meni ko'rmoq uchun axtarasiz bugun meni borligimdan bezorlarim hali meni sevmoq uchun axtarasiz bugun meni borligimdan bezorlarim hali meni sevmoq uchun axtarasiz hali meni sevmoq uchun axtarasiz endi hammaga yaxshi kayfiyatdagi holda raqs va qo'shiqlar. Ham o'zimiz yangi qo'shiqlarni eshitib maza qilib davrada. Barchalaringga yangi yillar muborak bo'lsin. Marhamat davraga keltiramiz. asabim ko'p o'ynama bu telba deb o'ylama yori jonim Zulayxo sochi uzun zumbul qiz sensan menga bir og'iz so'zim tingla bir og'iz qaysar qizsan Zulayxo o'yin bilmas sevgimni tushun mening ko'nglimni mahkam bu qo'limni qaysar qizsan Zulayxo 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 qaysar qizsan Zulayxo 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 o'jar qizsan Zulayxo 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 qaysar qizsan Zulayxo 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 o'jar qizsan Zulayxo
shu mana san'atkorlarni birlashtirib bitta qilgan insonlar bu. Men mana shu Olim akam orqali mana shu yerda tanimagan ustozlarimni tanidim, opalarimni tanidim. Iloyim akajon martabangiz ulug' bo'lsin. Hamisha yoningizdamiz, xudo xolasa. Nega xizmatingiz mana ko'zlar yoningizda. Bundan buyog'iga xudo xolasa biz mana shu Qo'qonda, Farg'ona viloyatida haligi Jo'rabek akamlarni ikkinchi nimasi biz bo'laylik. Kichik karvon, katta karvon biz bo'laylik iloyim. Opalarimga ham katta rahmat deb qolaman. Ashna Ermasdan tashrif buyurganlar uchun rahmat, omon bo'linglar.